2014-yilda ishlab chiqarilgan zo'r holatda kraskasi pashti toza ekan. Ash kapot uchida kema passajirskiy eshigi o'zida kichikroq petnosi bor ekan. Kelishsan ham o'zdan shu ustida tekshirib olasizlar. 400 ming yurgan 4 yumshoq yangi baloni, chexol, polik, kovrik, Malibu bar, monitor, hamma narsa qo'yilgan ekan. Olasan, minasan degan mashina ekan. Egasini o'zidan. Любой документ без проблем deydi. Hop. Stop qo'yilgan chiroylisidan. Bagaj ochilmayapti. Mayli. Stop chiroylisidan qo'yilgan, orqasida metani bor. Aniq. Bo'ldi, bizdan keyin ochilar ekan kapoti. Xo'p, 1.5 motori, gidravlika, standart tormoz, ikkinchi pokoleniya gazi bor. Holati yaxshi, hech qanaqa rasxod yo'q. Video registratori pulti bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 2014-yil 400 ming yurgan ikkita detalni ko'rsatdim, kichkina petnosi, lekin 4 yumshoq baloni. Narxini aka aytayapti, $6,700 deyapti. Bir qator o'zidan kelishasizlar, dehqonni o'zidan. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz.